شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, bizning bugungi darsimiz Sura Baqaraninki 259-oyati. Ilgirki darslarda Alloh subhanahu va taolo bizga hayotlik, mamatlik masalasininki Allohning ilkida ekanligi, bir odam qancha xatarlik deb qaralgan janglarga kirsin, Alloh taqdir qilmagan ahvol ostida uningki hayotining saq qoladiganligi, ammo bir kishi har qancha qasson jeni tugugan ajli to'shqan vaqtda qochib qutulmaydiganligi haqida, o'limdan qo'rqib yurtidan qochib chiqqan Banu Isroilning qissasini bayon qilib kelgan. Undan keyin ilgirki darsimizda İbrahim Aleyhisselam bilen şu devredeki özünü en büyük güç sahibi de hesaplaydıgan kafir oturdaki münazire ötken, münazire diyene okşaş hayatlık ve ölüm meselesi münazirenin birinci temisi olan. Asli hayatlık ölüm meselesindeki bu temi de devam kılsa ahırga tabi çıkışıyla bunu biz ilgili dersimiz sözüp ötken. Ama İbrahim Aleyhisselam özünün asasi maqsadi munoziradan qarshi tarafga haqiqatni bayon qilish uchun hayotlik masalasidagi temidan boshqa bir temaga o'tgan. Ya'ni İbrahim Aleyhisselam temini boshlagan vaqtda, munozirani boshlagan vaqtda Alloh subhanahu va taoloninki hayotlikni berguchi va hayotlikni og'uchi ekanligi, jannog'uchi ekanligini o'tirib qo'ygan vaqtida qarshi tarafni o'zining hayotlik berguchi ve canını ağıtışkenlikini iddia kıldı. Yani bir adamla ekilip öldürelgenliki hayatlıkını ağıtı, yakını öldürüşünün epu kıgallığı hayatlıkını bəgüçükenlikini oturup koydu. Bu doğrusu biz ilgirki dersini sözlüken hayatlık bir işiyle öldürüşünün farkı var. Canını ilişiyle öldürüşünün farkı var. Öldürüş degenlik bu cesette canının turuş salahiyetini, ehliyetini yok kılış degenlik. Mesela urup, bıçaklap, ok atıp degendek bu insanların okuldan geldi, ama canını eliş meselesi bu Allah'a ait mesele. Münazireden bu şekilde devam kılsak ahırda devam kılalı buldu. Ama İbrahim Aleyhisselam münazireden ayağı çıkmaz tönelge, yani tonulga kirip kalmaslığı için münazireden başka temaga yetkep var. Rabbim kuyaşını meşrikten çıkırdı. Sen eğer dava kılığındaki aşağı güç kudurtun olsa sen meşrikten çıkar. Degen şekilde karşı tarafını tuvakladı eğizini. Biz ilgirki dersimizden ahırda mazrak degen, ilgirki dersimizdeki İbrahim Aleyhisselam bilen boğan münazirede xuddi İbrahim Aleyhisselam ölüm meselesinden kaçkandak, hayatlık, ölüm, mamatlık meselesinden kaçkandak bir xil ahval düşünülüp kalıdı. Allah subhanahu wa ta'ala ilgirki derslerden tatıp ta hazır kadar ilgi sürüvatkan hayatlık, mamatlık meselesi, tirilduruş meselesini ve aldığın dersimizdeki İbrahim Aleyhisselam'ınki münazirasının kallımızga kepkaliş ihtimali olan bazı şübhilik meselelerini aydınlaştırış için bu ketim 259. ayette bizden dikkatimizni bu şu hayatlık, mamatlık, ölüm meselesi, tirilduruş meselesi gel tekrar kanakvatıdı, dikkatimizni tatıvatıdı, devatıdı, estaizu billah. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم
قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Ayet ev degan bir sözler başlandı. Arab tilidagi bu ev so'zi mazmunni ilgirki oyatga bog'laydigan mazmun. Ilgirki oyatda alam tara ilallazi hajja Ibrohim. İbrahim Rabbi haqqida munozara qilgan bir ahvolni bilmadingmi? Buni ko'midingmi degan ifodasi qo'llangan. Ma oyatdimi ko'midingmi ifodani mushaga akiramiz. Ya'ni manda xabar keldimi sana degan bir ma'noda. Buningdan xabaring bormi? Buni bilamsa qara manda bir ahvol va degandek ifoda bu. Kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Avval oyatning tarjimasini qisqa bir qilib. Ya'ni butunlay xarobiylikka aylangan bir kanitdan, bir shahardan o'tgan kishining voqealigini bilamsa deb mushu voqealikni bizga bayon qilyapti. Bu xarobiylik madaki va hiya xawiyatun ala urushiha degan oyatning arabcha ifodasi so'zlarining ma'no ifodalashiga ko'ra bu shahar yoki bu kanit ish qilib odam o'ltiraqlashgan bir rayonni ko'rsatadi. Bu rayon binolar bilan qo'shilib aholisidan tortib hammasi o'lgan bir holatni tasvirlaydi. Ya'ni aholi yo'q, saq aholi yo'q, butunlay xarobiylik qilinib ketgan, tam turistlardan tortib hammasi yiqilgan bir holat va tasvirida. Bu yerdan o'tgan kishi Allah subhanahu va taolaning hammasini tirikzalaydiganligini biladi, ishonadi, ammo bir xil taajjub shaklda so'diki anna yuhyi hadihi Alloh ba'da. Allah subhanahu va taolo buncha narsalarni o'kitib qo'ygan degan qanatir bizi. Mayli u odamning u yerdik maqsad qilayotgani xarobiylik qilingan shahar olsun yoki shaharning olis olsun bo'laverdi. Allah bununla javoban amaliy javob berdiki fa amatahu Alloh 100 amin thumma ba'atha. Buni 100 yil janini elib 100 yildan keyin qayta tirgizdi. Bunun shuna so'raldiki, shuna dediki, qanchalik tudum bu yani qanchalik qo'ldon demakchi. Bu deydi ki bir kun yoki bir kunga yetmay, yarim kun atrofida uxlagan bo'lishi mumkin. Chunki uning nazarida hech narsa o'zgarmaganda. Ondan keyin bunga javoban dediki, balla bitta mi'ata. Sen 100 yil tutuq. Allah subhanahu va taolaning qudratiga sen diqqat qilki, tamoqqinga, ichimligingga qarab baq o'zgarmaydi. 100 yil ichida. Ammo ishkingga qarab baq, o'chirib bir narsa olib ketaglik. Va linaj'alaka ayatan lin-nas. Bizning bu shaklda sana javob berishimiz 100 yil sizning joningni elib, uni qaytargizishimiz seni kishilarga dalil paket qilish uchun. Mas'uliyatlarga qarab baq, eshakning tirildirish holati demakchi. Biz uni qanday qurashtirib, qanday bir eshak holatiga kelib, uning go'shtini qanday yepishtirib, masalan, buni eshak holatiga akilamiz. Butun tirilish jarayonini hammani ko'rsatadi. Falamma tabayyana lahu. Bu kishiga ahvol oydinlashgandan keyin dedi, a'lamu annalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh subhanahu va taoloning har narsaga qodir ekanligini bildim. Oyatning tarjimasi shu. Oyatning tarjimasi shu. Endi qaytadan takror kelayli. Bu yerdagi o'tgan shaxs, halaqa xarobiy shahardan o'tgan shaxs ismi tilga elinmedi. Kishi degan bir ijmoliy shaklda ifoda qo'llanildi. Biz ilgirgi darslarimizda deb o'tgan Qur'on qanday bir shaxsning ismini tilga oldi yoki bir rayonning ismini tilga oldi, masala shu yoqqa xoslashish ehtimoli bor. Shunga boshqalarda tepilmaydigan faqat Maryam alayhisolamga xos voqealiklar alohida Maryam alayhisolamning ismi bilan tilga olinadi. İsmi tilga elinmedimi? Mesele her zaman, her makanda yüz beriş ihtimali var. Çünkü mesele mühim emas, şahs mühim emas. Bir adam dedi ki, bir şahs, bir yezidin öttü de vardır. Yani qariya, ayattaki qariya, lügatını sürüştük kılsanlar, lügat kamusluğa qarısanlar, kenet dep çıkıdı. Her qandaq ahali o'ltiraqlashgan o'rinni qariya ifodalaydi arab tilida. Shunga buni shahar osanlan bo'ladi, yoki aholilar o'ltiraqlar aynı shaklda osanlan bo'ladi. Ammo aslida aholilar o'ltiraqlashgan, aholisi bo'lgan, kishilar bo'lgan bir yerdan o'tdi.
lekin o'tgan vaqtda maya butunlay qanday bo'lib ketgan, xarobiylik aylanib ketgan. Bu kishi endi ba'zi tafsirlarga qarata ba'zilar Armiya degan bir ismli kishi deydi, ba'zilar Xizr deydi, ba'zilar Uzayr deydi. Mayli nim bo'lsin, kishi muhim emas. Kishi muhim emas, ammo tafsirlarning ko'pinchisi shu Uzayrni bakroq ta'kidlaydi. Aniki ma kanit ma shahar masalasi kelsak, ba'zilar Baytul Muqaddas deydi. Qanday bo'lsa, yana bayatın biz ta'kidlaganimizda qayta takrar ta'kidlaymiz. Masala shahar masalasi, makon masalasi yoki shaxs masalasi emas. Bu yerda faqat bir masalani Alloh subhanahu va taolo bizga demakchi, bir ifodani bizga bermoqchi, zehnimiz shundan boshqa yoqqa qilmasin, ketmasin. Ammo garchi qarindoshlarimiz arabchada o'qimaydi ko'pinchisi. Shunday olsun bir narsani ta'kidlash to'g'ri keladi. Bu yerdagi kanit shahar deb bo'lib, keyinida buni xarobiylik degan bir ifodani qo'llandik biz tushuntirayotgan vaqtda. Ammo Qur'oni Karimda buni vahiya xawiyatun ala urushiha degan bir jumlalar ifodalangan. Biz tushunishga olsun shuni xarobiylik deb tarjima qildik. Ammo xarobiylik degan bu so'z yetmaydi asli. Ma'no tasvirlanishiga. Ya'ni demakchi bo'lganki, asli aholi yashaydi ham. Hozir tam turistlarimi qilib qolmagan xarobiylikning hech bo'lmasa bir tamlar qolib qoladi. Bir tub-tuz bo'lib ketgan degandek favqulodda ig'ir darajada xarob bo'lgan bir holatni qanday qilmoqchi, tasvirlamoqchi. Tabiiyki biz bir yerda o'ssak, favqulodda vayronchilik bo'lib ketsa, biz tabiiy kalimizga bir savol. Yo'q, endi qachon asli gap bo'lardi deydigan bir savol keladi. Masalan, ba'zi bugungi kunda har urushlar bo'ladi, urushlarda bir butun davlat, bir butun shaharlar vayron bo'lib xarobiylik aylanib ketgan ahvolini ko'rsak, ya bu bir go'zal shahardir. Qachon asliga gap bo'lar deydigan bir xil o'y kallamizga kechadi tabiiy. Ya'ni mayadimi ma o'tgan kishining kallasidan mush ish kashtikdiki an yuhyi hadihi Alloh ba'da mawtiha. Alloh subhanahu va taolo bunchalar xarobiylikdan keyin buni aholisimiz o'ylab ketib bo'lgandan qanda tirgiza. Meniki qanda tirgiza shak ifodasi emas, juma tunsal turib tushundiramiz. Oyatninki anna yuhyi hadihi Alloh ba'da mawtiha degan ifodasi ashu xarobiylik aylanib ketgan shaharning asliga keltirilishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Oyatning lafziy ifodasi shu. Lekin arab tilidagi bir narsaning o'rnini tilga olib, ichidagi o'ltiroqlashuvchilarni maqsad qiladigan bir qoida bor. Shahar kanitlar tilganilgan vaqtda ko'p hollarda shahar kanitlarning ichidagi kishilar maqsad qilinadigan bir qoida bor. Buning asosan bu yerdagi maqsad bu xarobiy shaharning aholisi qandoq tirilaydi, qandoq tirildirib bular degandek bir xil ma'noni ifodalashi ham mumkin. Ya'ni bu shaharni qandoq asliga kelib bular yoki bu shaharning aholisini qandoq tirgiza degan bir savol bo'lish ehtimoli ham bor. Endi bu ahvol nishada balkim qarindoshlarimizdin kallasida kelgan bo'lishi mumkin. Bu odam bu savolni so'ragan odam Alloh ishonmadi acaba? Ya, biz deymizki bu savolni so'ragan odamning bu savoli bilan Allohga ishonadiganligining ifodasi. Bu savol normalda favqulodda ta'jublangan ahvol ostida qana qiladi so'raladigan savol. Masalan bir misol olay. Birisi ajoyib izil rasmdan birini sizdida dahshat chiroyli deymiz endi tasvirlab. Taqrab, "Yo, mush rasmni sizdingizmi? Qanday sizdingiz buni?" deymiz. Buni qanday sizdingiz deganimiz uning sizdiganligiga ishonmaganligimiz emas. Chunki biz uning sizg'uvchisi ekanligini bilamiz-da uning. Ammo tafsiliy jarayoniga favqulodda qiziqqanligini ifodalaydi. Birisi go'zal kiyimdan birini tikdi, lohildi. "Yo, qanday tikdingiz buni?" Tikkanligiga ishonma, ammo tafsilotiga qana qilma, qiziqma. Bir loyihachidan birisi go'zal bir narsani birini loyilab ijod qilib, kashf qilgan bo'lsa, deymizki, loyihachining shu ekanligini bilamiz, bu narsaning qoldiqligini bilamiz, nima qila oladiganligini bilamiz. Ya'ni ishonamiz demak, ammo tafsilotiga qiziqib,
siz muşunu kıldınızmı, kanda kıldınız deydiğen bir sual. Muşunu okşagan mesele. Bir yerdeki Allah kanda tirgizer degeni Allah'ın tirgizdiğin, tirgizmeydiğanlığı işenmegenlik meselesi emas. Bu işini de bu. Ama mesele bu tefsilatıga, belki kudret gibi olan bir xil taaccübininki, kızıqışının ifadesi. Bunun yeni bir misalim var kırındaşlar. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam kinki ayetlerde çıkıdı. Allah'ın tirgizdiğanlığı işini de. Ama İbrahim Aleyhisselam şunda olsa mı ne dedi? Enne erini keyfe tuhyil mevta. Erini keyfe tuhyil mevta. Ya Rab, ey Rabbimiz, ülüklerini kanda tırıldırıldığanlığını mamur köstük koysladı. İbrahim Aleyhisselam'ınki bu yerdeki kanda tırıldırıldığanlığını mamur köstük koysladı degeni. Ben şimdi hemen demek demez. Şinin ama taaccübü var, kızıkışı var, hayranlığı var, bilgisi var tefsilatını. Mesela El-İhram, Mısır'daki büyük bir kuruluş. Bu insanın sağlığı inir. Demiş ki kana sağlığı demiş. Bu bir xil taaccübiyet ifadesi, kızıkış ifadesi. Qanaqdır? Ögüz mü bu? Şaqaqallık emas. Şuna başqa Harabi şehrinden ötken adamınki bu şehrini Allah Subhanahu ve Taala kanda tirgizer. Digine qanaqdır bu adamın işenligenligi. Belki bayatın yukarıda diginimizdek kızıkış ifadesi, tefsilatıga bilgisi kelgen bir ifade. Ezip tezip Allah'a işenmem do ifadesi emas. Sonuçta biz bazını ya maaş qanda bolar deganimiz qanaqdır Allah'a işenmegenligimiz emas, belki qiziqqanimiz tefsilatıga. Allah Subhanahu ve Taala bu insanın bu sualıga, yani bu adamın kaçan tirgizip bular. Bu qanda ola beni qaytadan edem bular, bu şehir qaytadan avat qanda bular bu. Degan bir xil sualıga nisbatan amaliy cevap verdi ki bu kişini 100 yıl cennet aldı. Yani cennet aldı 100 yıl cennet elingan petetdi. Fa amatahu Allah 100 am. Bugünkü ayetteki ifade şu. Bu sual soğan adam meselenin qandaqligini bilmek çıktı. Bu bilmekçi olanın özü bunun imanı. Allah işenmegen bolsa bunu sorap mottarmaydı. Allah'a işengen bu kaçqa sorawatıdı bu. Allah bunu tirgizdi, qayta tirildi deb imanı oğaç qılan sorawatıdı da onu. Sual soğanı imanın acizliği o bu emas. Belki imanı da texmo qana qilish, kuchlendirish, real amaliy faktlar bilan bunu delilleş. Bu maksat soğan bo'lishi. Allah Subhanahu ve Taala bunun sualıga qarta javobni gap bilan emas, amaliyat bilan berdi ki bunu cenini aldı, 100 yıl şüphet etdi. Annekin tirgizdi Allah Subhanahu ve tirgizip dedi ki, ben degini Allah malaikeler arkalık desem buludu. Belki şu etraftaki insanlar, kişiler arkalık soğusun buludu. Kana şekilde dese dedi ki, kemle bizde. Yani sen qanchalik tudun bu yerde. Ölüp tirilgandan keyin aslikilga adam, asli kelgandan keyin qanchalik tudun desa, şu buna nisbatan berilgan tuyg'u kun yoki bir kunga bo'lmaydi. Nimishqa? Çünkü her ahval şu üleşten aldığındaki tek bir şekilde köreldi bununla. Hem de Allah'ın insanla bir vasıta sözleşi var. Musa Aleyhisselam'ın sözleydi. Bu belki Musa Aleyhisselam'ın sözleyende bu insanın şu yüzü soğan buluş mümkün. Malaike'nin soğan buluş mümkün. Başka insanlar bu pek mühim emas. Mesela sual qanchalik turdu. Bunun cevabı şu bir gün yoki bir gün bağmagan bir vakit. Nimishqa? Çünkü bu adam bir işkiliniş var bu adamda. Çünkü üleşinin aldı da quyosh patmagan. Tirilgandan keyin qarasa, quyosh bor. Tabiiy ki navgandan keyin bu yerda vaqtni o'lchanmaydi. İşkiliniş var da Allah'ta. Bu adamning bir kun yoki bir kunga yetmagan ahvol tudum degini rasmiy olganmi? Tabiiy ki bu adamning yolg'on degil olmaydi. Çünkü onun da özgergen çoğu iş yok.
Endi 100 yilda tasavvurlar bir narsani tasavvur qilib boqaylik, o'sha ajoyib bir ifoda bo'lmaydi-ku. Bu bika odamdan savol so'rab javob bergizmaydi. Bu odamninki bir kun balkim bir kunga muammogan ahvolda tudim digini nurg'un ma'nolarni o'z ichiga oladi. Qanday ma'nolarni o'z ichiga oladi? Chunki bu odamga berilgan tuyg'u bir kunmi vaqt o'tmagandek bir holat bor atrofida. Quyosh ayni quyosh shu. Saqol Ülashdan ilgari shoyma saqoli qanday bo'lsa, masalan, o'lgandan keyin tirilgandan keyin ayni saqol. Ham yuzliganda saqol qancha ko'p bo'lganini bilasizlar. Agar bu odamning saqoli 100 yillik saqol bo'lib ketgan bo'lsa, o'yg'uniblam qarasa, necha metr turgandan keyin, "Voy, men nim bo'lib ketdim. Mana bir tuyg'u bo'ldi, lekin unda tuyg'u yo'q." Ülashdan ilgari 50 yosh atrofida deb tasvirlanadi tafsirlarda bu kishi. Hozirmi qarasa shu qramda, ya'ni shu yoshda. Demek o'zining bedeninde o'zgargan ahvol yo'q. Yani 100 yıl bu adam ölüp tirildi degan gap ajoyib bir qudrat ifodasiki odamning bergan javobini tasvirlanyapti. Chach qora bo'lsa, tirilgan vaqtda chach qora. Demek bir kun o'tmagandek bir xil holatni qanaqaligini saqlag'lar. Yani bu odam o'zining ahvoliga qarab, atrofidagi ahvollarga qarab, bir kun vaqt o'tmadi degan tuyg'uga keldi. Neydi bir mesele çıktı ya? Ha insanın his qilg'ini şu vaqtda tirilib bo'lgandan keyin his qilg'ini. Yani 100 yıl o'simi o'zgarmagan bir ahvollarni tasvirlayapti bizga. Shunga bir kun mutum, bir kun vaqt o'tmadi degan shaklda javob berdi. Ham Alloh nima deb javob berdi? 100 yil o'tdi. İki javob bor, bir kun 100 yil. Bir tepishmoqdek. İnsan deydi, yani tirilgen kişi. Bir gün mutluluğu. Yani bir gün vakit ötmedi deydi. Ama Allah deydi ki 100 yıl. Biz şişile bu işki meseleni, bu tepişmaklı. Bu yerde o kişi mi? Ras. Allah subhanahu wa ta'ala tabii ki ras. İnsanın rastçılığı özü köygen dairidir rastga. Çünkü özün köygünü boyunca bir gün vakit ötkendek emez. Aynı ahval şu. Bedeni şu. Sakalları şu, özünün cismi yaş, nalaka insandaki özgürlük şu. Bunun kartta daha bir günlüğüne toplar. Ama hakikat Allah'ın dediğinde 100 yıl ötken. Ama bu yerden biz bunun bir delil tapaylandı. Bir gün tudum, 100 yıl tudum. Bir gün öttü, 100 yıl öttü. Çıkış var ha? Madem nimege qarab bir gün tudum deydi. Anlakin 100 yıl ötkününün delili nimo? Biz işkide okudık. Qarasak bu adam de işek vattı, işek kimlip kelgende. Yaydigan, içidigan yemek içmekleri vattı. Meyve çiğili vattı. Allah subhanahu wa ta'ala 100 yıl öttü dep bulup bu işki meselenin işkilisinin ki doğru hikayelikiga delil sübütlenin deydi. Fanzur ayetman ahirse ile ta'amike ve şarabike lem yedesin. Yemek içmekini qarab bak özgür. Bu adam tamaqıga, yemek içmekini qarab özgürmegenlikini gördü. Tabii ki bir gün işki gün tuğandaki bir xil halet endi Mao adamның tuyg'usi bo'yicha bir kun işki gündek bir xil halet kellikinin to'g'riligining isboti. Ama yeni bir mesele 100 yıl öttü degan meseleге qarasak, oyatning yana oxiridagi nanzur ila himarika va linaj'alaka ayatan linnas. Eshakka qarab baqdi. Yani eshakka qarab baqsa, o eshak nima bo'lib ketgan? O eshak 100 yilda uylab, chirib, so'naklarga bir narsa bo'lib ketganda. Çünkü eshakning o'lishga hali vaqt endi. Bir gün, 2 gün açlıktan hasta yıkıldı, ölüdü, onun göçleri sesiydi, sonra topuğa aylanadı, soğuklar kalıdı, o soğuklarım hasta çirip bir nesege aylanıp gitti. Mavamda 100 yıllık vaqtning o'tganligini ifodasi. Bir kun tug'andek bir xil delil paketlar, 100 yil o'tganlikning delil paketlari, 2 delil paket bizga ajoyib bir qudrat, mutlaq kuch quvvat, mutlaq o'lib bo'lgandan keyin qanday qilish, tirilish
masalasini o'rtaga chiqyapti. Yemek-içmek babıga kelsak, yemek-içmekka kelsak, qanday vaqt ta'sir qildi uningga? Ishak masalasiga kelsak, vaqt uningga qanday ta'sir qildi? Bu yerda dunyo qonuniyati emas. Dunyo qonunida o'xshamaydigan bir ahvolda bu. Qonuniyat nuqtasida aytgan vaqtda 100 yil emas, necha yillar, necha oylar atamoq binas bo'lib, necha kunlar hatto. Balki siz kunlarda atdigandagi tamoq kechisiz bir narsa qoladi, buzilib qoladi. Bu ya'ni dünya qonuniyatidan sırt bir ishni bizga qanaqa qiladi bu ifodalab beryapti. Shunda o'g'achqa ma masala, ma voqelik dünya qonuniyatidan sırt bir ish o'g'achqa Alloh subhanahu va taolo oyatning oxirisida va linaj'alaka ayatan linnas. Bu şekilde bir voqelikni o'rtaga chiqib, bu şekilde bayon qilishimiz seni kishilarga pokit dalil qilish uchun deyapti. Hem de kişilerge delil kılış kaç kişiler o? Ma kenit, ma şehir harabilikti, adam yoktu. Ama kişilerge delil pakit kılış dikini çok kum insanlar diyelerdi. Hem de böyle belki dikini buluş mümkün en doğru ahvaldan birisi. Müfessirlerin köpünçisinin diginiga göre Mayadan ötken kişi Uzeyr. Uzeyr Tevrat'ni yadlaydigan 4 kişinin birisi. Yadlaydigan 4 kişinin birisi. Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Uzeyr, Yuşa qatarlıq. Uzeyrler Yuşa demiş peygamber de qaraladı. Muş 4 peygamberinin birisi Uzeyr. Allah subhanahu wa ta'ala Uzeyr'ge eshakni qanday turgizganligini ko'rsatdi. Yani qanday qilib o'chib ketgan so'nglar bir yerga kelib, eshak oldiga, iskelet oldiga kelib, uning go'shtining qanday qo'nib bir eshakning qayta tirilganligini Alloh subhanahu va taolo ko'rsatib qo'ydi. Bu jarayonning hammasida Uzeyrga Alloh subhanahu va taolo javob berdiki, anna yuhyi hadihi Alloh ba'da mawtiha degan savolga javob berdi. Bunchalar xarobiylik, bunchalar kishilarning o'lib ketib bo'lgandan keyin qandoq tirgizdigandu degan savolga amaliy, real bir voqelik orqali qana qildi javob berdi. Dediki, "Vanzur ilal izami kayfa nushur." Biz so'ngaklarni qandoq qilib hammasini qurashtiradiganligimiz, ko'tirib so'ngaklarni bir-biriga kirishib eshak oldi qildiganlik qara. Uzeyr ko'rdi. Eshakning so'ngakları yerden götürülüp bir iskelet taltıga kelib. Ondan keyin uning go'shtlarini qana qilib asliga kelib va hamma holatni takror aniqlar ko'rdi. Uzeyr o'zida bir javobni ko'rdi, o'zining ahvolida 100 yil o'lib tirildi. Eshakda bir javobni ko'rdi. Rahma ko'z oldida eshak tirildi. O'zi bir o'lib qana qildi, tirildi. Endi Uzeyr Muşu voqeliklarni ko'rgandan keyin, bulardagi biz bayatdan kishilarga pakit qilish uchun degan bir gapni qildik ya. Ya'ni o'zi kelgan shaharga qaytdi. Kelgan shaharga qaytgandan keyin tabiiyki 100 yilda o'zgarishlar bo'ladi. Bu o'zgarishlarni ko'rdi. Buning bir xizmatchisi vatda oilasida, bu xizmatchisi bu 100 yildan keyin qarg'ulib o'tirib qolganda Uzeyr kirib, men Uzeyr degandan keyin Uzeyr 100 yil ilgari ketgan, ne ketdi bilmayman. Men Uzeyr ana xizmatchi dediki, Uzeyrning belgisi bir alomat bor. Bu alomatning birisi Uzeyrning duosidan ijobatlanadi. Agar sen Uzeyr bo'lsang, Uzeyrning duosi ijobat bo'ladi emasmi? Dua qilgan Allohga mening ko'zimni qaytirib bersin, ya'ni mening ko'zim asliga kelsin. Men o'ltirib qolgan ma kesinimdan saqlay. Uzeyrning mashtab bir alohidaligi va Alloh xususiyati va duo qilsa ijobat bo'ladi deb shunda dedi. Uzeyr Allohga duo qildi. U xizmatchi saqaydi. Saqaygandan keyin qarasa, naqsh Uzeyrning o'zi. Shuning bilan xizmatchi kishilarning qashig'i berib Uzeyrning qaytib kelganligini qana qildi, e'lon qildi. Shundan keyin Uzeyr balasining qashig'iga bordi,
balasının 100 yaşdan eşip ketkenlikini gördü. Ama Uzeyr özü de 50 yaşta kaldı da. Neredeki bir mutlak kudretinin ifadesi. Şunu olan Uzeyr balasıyla küreşti. Balası dedi ki anlaşımca dadamның ішкі мөрісінің отырда bir belgisi varmış. Uzeyr mörüsünü açtı. Balası dadısının mörüsündeki belgini kör. Şunu olan bu mahalledekiler, yurtdakiler Uzeyr'in rastçılığını ispatladı. Bu rastçılığın yeni bir ifadesi, mahalledekilerinin ispatladığı rastçılığının ifadesi, yani Uzeyr'inki rast tirilip qaytib kelganligi 100 yildan keyin qaytib kelganligining ifodasidan birisi. Buxtun Nasr Beytul Muqaddasni kekilib hammani ko'ydirib xarob qilgan vaqtida bir kishining dadasi Tavratdan birini bir yerga ko'mib qo'yganda bu ahvol bo'lgandan keyin bular Tavratni ep keldi, hali ko'milgan, saqlanib qolgan, ko'ydirilishdan xarob qilishdan saqlanib qolgan hali nusxani ep keldi. Uzeyr bunu yatkı bildiğanlarının birisi derisinde işlediğimdek Tevrat'taki şu bütün mezmunların aynı şekilde başından ahırı okup verdi. Kişiler bunu Uzeyr hikayeliğe tehemmü kanatında işendi. Hem de bir yerde bir ılıkı kişilerin hayranlıqını kozgaydıgan bir ahval ortaya çıktı. Balısı 100 yaştan artık, dadısı tehe 50 yaş etrafındaki bir mamaş edi. Bu ahvallağı karta Uzeyr şu vaxtda nima dedi? Özünün balası qarasa 100 yaşdan artıq, özü 50 yaşda. Tevratning namını başında axir yodilgan, yani bir yerdə bir Allah'ın acayip kudretini görgəndən keyin ayətinin ən axırda qala a'lamu anna Allah ala kulli şeyin qadir. Mən Allah'ın hər nərsəyə qadir ikənligini mən əmdə bildim. Bu axırdakı nima təsdiq. Əmdə muşu gəpni deyişdən ilgiri Uzeyr Allah'ın her nərsəyə qadir ikənligini bilməmdi, bilədi. Ama mesele ne olursa bu biliş, bu işenç, əməli, real faktlar arqılıq texnik qadaqıldı, güçləndi. Öz gözülen həmmini gördü. Öz gözülen köygen yerde ikinci bir sual, ikinci bir ikkinlik, ikinci bir vəhmi kallıq kılılğan hər qanaqlarını qalmayın. Yani bu yerdeki a'lamu ennallaha ala kulli şeyin qadir. Allah'ın her nərsəyə qadir ikənligini bildim degəndəki bildim. Qanaqdır bilməyən nərsəni bildim emas. Burun işiniyatqan, şunaq deb kilovatqan bir aqidaның texmi ta'kidlanishi, texmi isbotlanib jazmlanishi ifodasi boshqa narsa emas. Qanaqdir burun bilmay, endi bildigan mana şəkildə bu qolgan ahvol emas. Ham bu yerdeki bu 100 yıldan keyin qayta tirilib kelish, tirilib kelgan vaqtida biz degandek o'cha soqollarninki uzab necha metr olib ketgan yoki kundan kunga 40 bunda ahvol olmadi. 50 yaş vaqtida o'lgan bo'lsa, tirilgandan keyin 50 yaş ketdi. Checha qanday bo'lsa shu ketdi, ya'ni uzda farqatgudek bir holat yo'q. Hech nima o'zgarmasdan tirildi. Şu başka qanchalik vaqt o'tdi desa, bir kun yoki yarim kunda javob berishi shu. Bunda ahvollar hayvonlar dunyosiga qarab baqsaqmi, ba'zi azroq bir ifodasini kurib olaymiz bunda haliqi hayotliq to'xtagan vaqtda üst bitilishningki o'zgarishning to'xtash ahvollari. Masalan, haliqi jilollar qishliq uviga kirdi deydigan bir ahvol bor ekan, ba'zi jilollarningki. Ya'ni bular qish kelgan vaqtlar bir qishliq uviga kiramish. Qimırlamay, asraq hərəkət qılmay yadındakəndə qış kətkəngə qədər. Mənə qış qançılıq uzun bo'lib ketsin. Muşu yaz kelgandan asta ömüləb ulusdan chiqadi ekan. Hamda muşu yılanның yeşi yoki boshqa umumiy yetilish jarayoniga nazar solgan vaqtda qishga kirgan vaqtdagi holat bilan chiqqan holatdagi vaqtga o'xshashdi. Ya'ni bu vaqtda yılanda özgürlük olmaydı ekan. Bu haliqi biz amaliy hayotda ko'rayotgan, shu dunyoda hozir bo'layotgan ahvollar, ya'ni qishliq uviga kiradigan nurg'un hayollar dunyoda. Bularning
beden özgürüş yoki şekildeki özgürüş mi? Muş şekildeki. Endi bu ahval Allah'ın bu xil ülüklerini tirgizish kudreti bu Uzeyr aleyhisselamdan bo'lgan ahvol emas. Qur'oni Karimda sura Kahf'dami Kahf ahlining ahvoli mana şekilde qanaqa qiladi bayon qilinadi. Kahf ahlining tafsili ahvolini so'zlab bo'lmaymiz bu darsda. Navbatga kelgan so'zlaymiz. Ammo sura Kahfning 19-oyatida va kazalika ba'athnahum liyatasaalu baynahum qala qa'ilun minhum kam labithum. Ular uyg'ongandan keyin 300 yil uxlab uyg'ongandan keyin o'zaro bir-birini so'raganda qanchalik vaqt o'tdi desa, bular nima degan? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Shu bir kun yoki yarim kun. Chunki bularda bir kun chaqliq bir o'zgarish bo'lmagan, o'zining umumiy chiroy, umumiy badan atrofidagi muhitda bo'lganda uzun vaqt o'tibdi degudek bir xil tuyg'u beradigan o'zgarishlar yo'q. Amaliyotda Allah subhanahu va taolo shu oyatning keyin dillam ularning qanchalik tuqqanligini bizga deb deydi. Va labithu fi kahfihim 300 sinin, 100 sinina wazdadu 9. 309 yil degan gap yani. Ammo bularga nisbatan xuddi bir kun yoki yarim kundek. Ya'ni bular uyg'ongan vaqt, uxlagan vaqtda qanday uxlagan bo'lsa, uyg'onganda shunda uyg'ongan. Hatto chiroyining rengi, atrofidagi umum demak bularning hayotini Allah mashta 309 yil mashta shaklda qana qilgan saqlab. Buning hammasi bu Allohning ulug'larini tirgizadigan hayotlikni bu shaklda Allohning ilki deyishganligi hammasi biz 255-oyatda o'qigan Ayatul Kursiydagi Alloh subhanahu va taolo qo'ygan iymon tasavvurining doirasida tushunsak, aytish qabul qilinadigan bir masalalar. Şu ayette biz esnada buluşu mümkün. Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun ve la nawmdun ve huvel aliyyul azim veçe Allah'ın ki bir bile kudretlerini ve biz Allah'ını qandaq şekilde tunuş hakkındaki akide iman tasavvurlarını şu ayet oturup koygan. Şu ayetteki iman tasavvuru da oyluğunumuzda bula Allah'a intayip asal meseleler. Yani davamlı bizning necha kunlik darslarimiz, o'tib ketgan bir qancha darsimiz va bugungi darsimizning hammasi iymon, hayot masalasi, ilm masalasi, musha haqida ketyapti. Banu Isroilninki ilmdan qo'rqib yurtdan chiqqan hodisidan tortib, bugungi darsimizdagi Ibrohim alayhisolatu vasallamninki shu nima bilan munozara qilishgan, halaqi kishi bilan qilgan munozarasining temasi nima deydi? Hayatlık ve mamatlık hakkında. Allah ne? Hayatlıkını biradigan ve canlanadigan zat dese, o karşı taraftaki insanın nimdeydi? Ene uhi ve umid davatıdır. Bu hemmesi hayat. Anneyken bu timiden çıkıp İbrahim Aleyhisselam bizim ülkeleri diyenimizde Quyoshni Allah mashriqdan chiqaradi, sen mag'ribdan chiqar degan temi bilan uning eg'izini qanaq tuaqladi. Ya'ni bu qadar mazmunning kengayishiga sabab tekrar da'vatimiz kallamızga shunday bir shubha kelib qolmasinki, İbrahim Aleyhissalatu vesselam halaqa munozirada hayotlik mamatlik masalasidan o'tib bilan boshqa masalaga o'tishi va ya hayotlik mamatlik masalasidagi temidan qochdi. Bu xil savoldan qochdi deydigan, qechib masalani qo'yishga o'tgadi deydigan bir xil tuyg'u kelib qolmasin deganlik uchun Allah ma oyatda, hozir bugungi darsimizda tamamı ilm meselesini, hayatlık meselesini bizge to'liq ifoda etgan, Allohning qudratini to'liq ifoda etgan bir voqelikni to'liq bayon qilib, ondan keyin boshqa butunlay xarobilik qaynab ketgan bir kanatning ahli qandoqmi turgiza ishinib tur, masalan, bu qandoq ular buni tartibi degandek bir xil tuyg'ular savol so'rgan, halaqi Uzayr şu peygamber degan ma'lumotlarga asosan Uzayr alayhissalomninki shu bir og'iz gapidan bunga amaliy 100 yil buning hayotini janini elab 100 yil degan tirgizib bunga amaliy hayot tirilishini qanaq ekanligini qanaq qo'ydi, ko'rsatib qo'ydi. Hatto tirgizgan vaqtida o'zi farqatmagudek darajada tirgizdi buni. Hatto bir kun uxlab turmay yoki yarim kun o'tibdi vaqt degudek darajada atrofda shunday o'zgarmagan, o'zimi o'zgarmagan demak. Ammo 100 yil o'tganligining dalili sifatida minib kelgan eshikning so'natida chirib bir narsa bo'lib ketganligini va ko'z oldida bu eshak qaytadan tirilish ahvolini tortib. Ularning hammasi hayotlik, mamatlik masalasiga qarta Allah subhanahu va taolo qo'ygan iymon masalamizni qanaqa qiladi, o'rtaga qo'yadi. Hamda Peygamber Aleyhisselam'ınki, halaqa İbrahim Aleyhisselam'ınki
Dersimizin başında öttük ki İbrahim Aleyhisselam Allah Subhanahu ve Taala'dan ölüklerini qanda tirgizishni, tirgizdiganligini bayon qilish suol so'rgan. Payg'ambar Aleyhisselam shu haqda bir gap deydi. Biz shak qilishga İbrahim Aleyhisselamdan haqli. Bu nima degan gap bu desa? İbrahim Aleyhisselam shak qildi, bizni shak qilmaymiz. Ammo İbrahim Aleyhisselam nima degandi? Ey Allah, ölükni qandaq tirgizdiganliklarini men ko'rib baqay. Men ko'rsatpasizlar. Allah Subhanahu ve Taala ayette dedi ki, "Avelem tu'min." İşememiz iman edin. Dedi ki, "Bele, benim imanım var. Velakin liyetma'inne kalbi." Ayette İbrahim Aleyhisselam ine şakkım dedi. İşencisi tam. Peygamber muşununga nimberep ilave edip muşunu izahlab İbrahim'den şakkışka biz haklıydık. İbrahim şakkım dedi. İbrahim imanen soduğu gapni şakkılış üstüne emez. Biz mi oyunu baksak buldu degandek. Tabii ki İbrahim Aleyhisselatü Vesselam çakkamagan ki biz çakkamaymiz ama bu xil şekildeki iman, hayatlık, mamatlık hakkında oyulmuş hiç insana hatalık emez. Allah Subhanahu ve Taala tekrar neçe ayetlerde bunun da kenar tefsili toxtaldı. Çünkü işinin asasi merkezi şu. Kişinin ki hayat mamatlık qo'ygan tushunchasi qanday olsa, ahiret qo'ygan tushunchasi qanday olsa, tirilish qo'ygan tushunchasi qanday olsa, qolgan ishlar shunga bog'lanib qoladi. Shu ko'pincha vaqtda Qur'oni Karimda Alloh iymon etgan va oxiratga iymon etganda oxirat kunini bakroq tilga olishning sababi Alloh iymon etishlar birga, chunki insonning umumiy ish harakat, suluk, ish faoliyatining hammasi oxirat kuniga bo'lgan iymon va oxirat kunida tirilish bo'lgan iymonga qarab turib belgilanadi. Alloh Subhanahu va Taolo hammalarni Allohga va oxirat kuniga iymon etgan kishilarning qatorini qilsin, shak qiladigan kishilarning qatorini qilmasin. Darsimiz bugun mushada oxirlashdi. Kelasi soatlik darsimizda endi davomli Ibrohim alayhissalomning bu haqdagi vaqaliklarini bayon qilamiz. Allah Subhanahu va Taolo kela soatda bizni kurashtirguncha hammani Allohga topshirdim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.